Assalomu alaykum. Men uchun qadri baland, qadrdonam. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch ulashsin. Hayotingiz davomida sizga Ka'ba ziyoratini, Qur'on tilovatini, duo ijobatini hamda iymon halovatini tilayman. Assalomu alaykum. Men uchun qadri baland, qadrdonam. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch ulashsin. Hayotingiz davomida sizga Ka'ba ziyoratini, Qur'on tilovatini, duo ijobatini hamda iymon halovatini tilayman.